Eli de üzümlü. Gelediler. Ben kaçan şunda esetiyor temen. Eli nöl lan. O dur deyimiz. Kalkıp da bize o balanı alda pulunu alıp çözbürecek diyeyim lan. Abituriyent vaqtimda shu matematikaga qatnashim kerak bo'lgan, surishtirganlar, Mahmud ammo borishim kerak bo'lgan. Keyin Mahmud am bilan gaplashilgan. Bo'ldi, sen ertangi savol javob etamiz. To'g'ri kelsa bo'ldi, o'qitib boshlaymiz bolangizni aytilgan. Necha o'zi telefonni olib qo'yishdan maqsad nima u? O'tishmas shu Mahmudamni ishlab boshlagandan keyin 2x emas bir 10x hammasini rivojlanib ketgan. Buning bo'ladi ekan, ishlashinglar zo'r ekan. Bugün şunda neçe aldık özü? Savollarimiz bor. Savollara javoblarimiz bor. Adamlar ham o'zi savollari bor. O'zi вообще-то qiynaydi. Bizlardan ko'p so'raydilar. No, Shularni bir gaplashib o'tamiz. Bundan elde neyse bir İşte kafiliyeti, neçin kafiliyeti içip oturağımızı bir aytıp ötsek. Kafiliyeti o bu reklama için emas, tününki bir voqealar için bizlarni bir halkni mini поддержкасы deb sifatida alıp içip oturmamız. Az barıp öz işlemin durgan yerinden açtırıp sünnetip biz öttürdük bunu. O'zi yaxshi kofe. Kofisi ham zor, hakikaten ham zor. Ana sen matematika qaytamiz. Bize üçümüz yine matematika boyunca o'qituvchi Nadirbek indi her sahadan ba, sportdan ham ba, blogerchiliklar ham ba, SMM'chiliklar ham ba. Endi fenem bize arkalı yine qo'shilib o'tdi. Qiziqib so'rab o'tiradi ya vaqti. Shetdem o'tasizlar deb netib o'tiradi shu yerda. Ichine girishni xohlab turibdi. Xohlab bo'ladi. Voy yoshlar qaramaydi. Masalan 40 yoshlar ham o'qib o'tdi, kerak bo'lsa 40 yosh 50 yoshlar ham. Biz yine 30 yosh bo'lsak ham 50 deb o'zimni. O siz 86-yilmisiz deb chiqaveradilar-ku. Men 86-yilman deysiz. Mesela az podcast ağansız bunlardan podcast etkensiz. Ben lekin doğrusu dumam görmeyenler bu podcast'dan. Şunun için xafa bo'ldim endi. şunun için üzüm ağzı nölden ekkezekmen. Eğer yok demeseyiz. O'zing uchun so'rab ko'rjeksan. Avval o'zimiz so'rab ko'rdik. İyi adamlar ham oytar almashtirgandan keyin baribir ko'radi ular ko'p. Bu sensirab gaplashdan bir gaplashib o'taylik. O'zi men boshda siz deb gaplayapman. O'zimda shunday odat bor. Toza ishi men bilib turaman uni kichkinaligini. Toza ko'rishganda siz deb boshlayman gapni. Keyin yaqinlashib netgandan keyin siz deb yurish sal уже неудобный. Shuni keyin gaplashib olamandan seni o'taman aslında. Shuning uchun grubi eshitilgan bo'lsa. Yo'q. Qarang, matematika sohasiga o'zini ishab kirgansiz. Yosh vaqt kim olib borgan, yo o'zingiz qiziq kirganmiz, osh haqida bir ozgina gapirsak zo'r bo'ladi. Ben matematikaya o'zi eldan ham shu bir ikki podkast bor, shunda gaplashib aytdik-da. 9-klassgacha Sabir Rahimov maktabda o'qiganman. Bu yerda shu o'rtacha yurganman. Dum fana girishib ketmayapmizdan, doğrusu vaqti. Keyin akademik litsey birinchi sonlar shu Bazaryan'da şöyle girdim. O yerga girgandan keyin atmosfera уже bu yerda hamma bolalar o'qiydi ekan. Shularni ko'rib, men ham hali u vaqtda podkursni ular haqida informatsiyam yo'q edi-da. Keyin shu bolalar shuni yerga boramiz, ne deb aytilgandan keyin eshitdim, G'ayrat ham bizning matematikachi ustozimiz, hozir universitetda prorektorlar. Keyin shora uydagilarga borib aytdim, "Ishni ustoz bor ekan" deganda, keyin akam olib bordi, akam bilan borib gaplashdik. Baribir o'zida qiziqish bor matematikangiz. Endi, ben undan oldin yana bir ustozim bor, Maryamjon opa maktabda shu qiziqishimni uyg'otib qo'ygandan. Aslında qidiqlab qo'ygan matematika. Keyin Aryanda ana olib ketishim tez bo'lganda, fundamentimni shu nada o'rgatdimki, maktabda Zamir aka va keyin Maryamjon opa bor edi. Shunda o'rganganmiz. Keyin 10-sinf hozirgi vaqtda 10-sinfga to'g'ri keladi. U vaqt 2-kursda baytarak litseyda, shunda borganman. 1 yilning ichida lekin bizda kitob bor, kitoblarni chiqqandan keyin baza bor, ulug' katta baza, axborotnoma deb aytadi, ko'p odam biladi uni. Shu bazani ham chiqqanman 1 yilning ichida. Keyin ustozim 11-sinfga o'tganimda, "Уже sen tayyorsan. Sen endi boshqa fanlarni qarashtirib turar, keyin yanvarda gelasan yana, chunki formadan chiqasan-da. Yanvarda kelib
hem davam etasan degan. Shundan keyin 11-sinfda yanvardan barib qarashib bilganman. Keyin уже kilitdan berib qo'ygan podkursimizni. Ustoz sifatida ko'rib boshlagan. Bolalarga qarashib ham, yordamlashib ham yursan shu yerda deb shunday deb qiziqib ketganman. Men qarang, yüzeyler ayt verdim. Mahmut Ağa'nı şap tanıganman. Mahmut Ağa doğruzda podkursu vardı İngilizcesi. Ben aşağı barır verdim. Yaş vaxtım 3-4 yıl eldim bunun elde. Уже okşa tapşıralım vaxtlarım. Mesela ben özüm boks stadionuna fikret elədim. Birden ben boksdan haqqalı. Okşa tayarlan, okşa girişin gerek. Ben özüm planım fiskulturun yeri vaxtı. Уже ponni giremem fiskulturun. Ligota ba. Hezet bütün fikret birsem oldu. Yaşap bersem oldu okşa gidip durarım. Köydekiler yakmadı fiskulturunu. Özüm ben burada sercalayam. Kemeriydi fiskulturnuya. Keyin okşa tayarlanıp başladım. İngiliz dil tayarlanmıyorum şu vaxt. Keyin matematiken barışım gerekedi. Özümü bir danışım, Mahmut Ağa degan adam var. Barsanız zor tayarlıydı. Lekin bir yere ba adamdan da uradı dedi. Keyin şu vaxt o şey demeyeyim ben. Sen görmen kanı. Şu vaxtda Mahmut Ahmet deb aytararlar. Şu vaxt Joraz bilen birga tayarlarlar. Ama ikimiz birga. Şu vaxt şundan doğrusu sen ne öğrenicilerim lan ben şu vaxt. Şu vaxt şundan korkup Mahmut Ağa uradı oxşaydı deb şu vaxt barmam. Lekin şundan hep tutamam doğrusu. Mesela devlet okusuna girgenim yaxşıdan beri xususi yamalanmana xususi de okuyma. Lekin özüm ağzı bilip turpman katlı kolluk gerek beri. Oğul bala hava gerek. Katlı kol bolsan beri bir öyle ağzı şermende bolama okuşum gerek kardeşi de okuydan oğul bala. Doğru. Dum gerek. Indi başka devletlerden ben bilinmem niçik katlı kolluk gerek mi? Lekin bizane işi mentalitette doğrusu gerek bize o dum köp adamını şu jallı tutkandan keyin özgərib, yaxşı tərəfi özgərib getgan köpüsüdən. Erkələtib heç kimni okutub olmaydı. Məsələn, bala oku, bala bu andan ki ona koyub bərsən, naun təlliydi o. Конечно, o telefonun oynaşını, kompüter oynaşını təlliydi da. Sözlərimizdən futbolunu təlliyəmiz vaxtında. Временni də onu əlsələnməz. Vaxtinçələ gələn. Sizlərdən çık bu ayına girib gəliş. Xoş, bizə də indi girib gəliş, bizə də şu narxoza giriş degan niyat paydo bo'lgan o'zi boshida. Bu matematikaga qiziqib, matematikachi ustoz bo'laman degan niyat bilan biz podkursga bormaganmiz. O'zi katta ko'pchilikda ham shunday narsa bo'ladi. Men ustoz bo'laman deb bormaydi. O'xsha girishim uchun o'xsha girishim uchun kerak bo'lib turgan narsa deb borilgan. Endi uni o'zi aslida borishim ham bir qiziq bir voqea bo'lgan. Boshda meni opam matematikaga boraman deganimdan keyin Mahmut Ağa'mı sürüştürüp topgan. Kim başardı? Özü başta aytayım. Ben Mahmut Ağa'ma katnamaman. Ben Mahmut Ağa'nın abituriyenti bo'lmaganman. Keyinchalik ish bilan gelip yanında уже o'qituvchi bo'lib, shogird bo'lib, keyin ustozim bo'lgan. Kasbiy ustozdan уже abituriyent vaqtimda emas. Abituriyent vaqtimda shu matematikaga qatnashim kerak bo'lgan, surishtirganlar, Mahmut Ağa'ma borishim kerak bo'lgan. Keyin Mahmut Ağa bilan gaplashilgan. Bo'ldi, gelsin ertang savol javob etamiz. To'g'ri kelsa bo'ldi, o'qitib boshlaymiz bolangizni aytilgan. Keyin endi shu yerda yana bir sabablar bo'lgan. Gaplashganman, keyin aytdim, yo'q, men endi ochiqroq aytaverin, shu vaqtda endi qo'rqqanmiz, shtobi eng zo'ri bo'lsa, undan puli eng baland. Biz shu narsani o'ylaganmizda, endi oila sharoiti shu vaqtda yozib bersang o'zim kelishdim. Shu endi u vaqtda net gaplashish mumkinligini ham tushunmayapmizda. Endi men Mahmut Ağam bilan u vaqtda ko'rishmadim ham, gaplashmadim ham. Mahmut Ağamni kimligini ham bilmayman. Prosta opam aytgan Mahmut Ağa ishining tayyorlaydi ekan bor. Keyin men yangi sabablar bilan bormadim, lekin ana ben tarafa podkursa bordim, o'rgandim, o'qidim, qarasam zo'r. Keyin ustozimiz ham aytib turibdi, senda bir narsa qarab bor. Gel, lutshi ina yerda ozgina menga qarashasan. O'zi shu narsa bilan boshlandi, bitta qarashdik. Ana keyin bir yil yanında yurib qarashganimizdan keyin o'zi ikkinchi yil Ibrohim bilan birga ikkimiz podkurs ochganmiz. Kasb boylandi. O'zi kasb bo'lib ketdi shu narsa. İkisi birga ishlay geldi. Birga ustoz bo'lib ders boshladik. İkimiz o'zi birinchi yildan keyin birga ders tayyorlab, noldan o'tib boshlaganmiz. Endi keyinchalik Ibrohim orqali men Mahmut Ağa'mni tanıganman. Ba'zi shu Mahmut Ağa'ga boylanib keldim-dan baribir. Endi taqdir bo'lsa kelaverasin ekan. Namjon aylandim. Kontra oynağımızda bir atışıp danıştık o'xshaydi. Narsa bo'lishi kerak. Kontra geldi menimcha. Pasta sunni. O'shaning narsalar bilan shu sostavga girdim. Xullas. Matematikani o'zini ham girishimizga sabab shu narsalar bo'lgan. Men de maktabda böyle başka fanlara qaraganda shu matematika ham yaxshiroq bo'lgan.
Hammada shunga o'xshaydi, Hammada shundan boshlanadi u da. Endi o'z Xorazmda menimcha matematika, kimyo, biologiya fanlari, aniq fanlar yaxshi o'qitilsa kerak-da o'zi. Sabab ham shu bo'lsa kerak. Lekin o'zi qiziqim maktabda nemis tilidan olimpiadalarga qatnashib bo'lganman. Shuna borganman, 3 yil muqaddiramda o'qiganman. Shu tayyorlaganmiz. Narxo'za o'zimga niyat topshirishim men bilmayapman. Prosta matematika o'qiradim. Keyin To'g'ri. prosta matematika o'qiradim, o'qish kerak, o'qishga kirish kerak dedilar. Qaysi o'qishga kirishim kerakligini ham bilmasadim. Birinchi yil yiqilsam ham zal yo'q deb ichimda bo'lgan. Endi shu yerda yiqilishni tushuntir, hozirlar tushunmaydi u birinchi yil yiqilish degan narsa. Bir dona yerga topshiradi. Bir yerga Katta topshirish risk edi. Boshqa ne yo'q, Bolam variant yo'q. ketdi, o'sha dahshatli Kurash vaqt. konkurensiya dum kuchli. Endi hozirga nisbatan baholaydigan bo'lsak 2x kengroq ham bo'lgan testlar. Savollar ham. Shuni hisob olib, rozi bo'lganmiz. Birinchi yil yiqilish bu normal, narxozdan. 2017-yilda biz 2017da girganmiz. Eng qiyin Normal savollardan biri bo'lgan shu. 2015, 2016, 2017 уже u hozirgi nega qarasa dum qiyin bo'lgan u vaqtda. Bir xudoning nasib bilan men xudoman tilfatgan menga. Bo'ldi. Gaplashadi dedi. Yaxshi, modim ne yoqqan. Shunda borib, men ham o'zlari lishni o'qitmoqchi bo'lsam, shu matematika fanini o'qitmoqchi bo'lsam, чисти karyerniy rost boshlangan. Shu o'qishga girishimiz uchun boshqa ustoz qarashgan bo'lsam, o'sha kasbimiz non topishimiz uchun katta yordam etib turgan ustozimizdan Mahmud Avar. Endi bir savol, masalan, o'quv sentrda bolalarimiz ko'p. Ular bilan masalan samimiy ishlaysiz, necha energiya yetadi insonlar bilan ishlamaga. Nega energiya olasiz? O'zlarinden alamiz. Energiya ham bolalar o'zlaridan. Masalan, ko'p odam universitetda bolalara tanbeh beradi, boshqa bo'ladi. Men endi bu yerda syomka etib o'tirgan vaqtda men sizni ko'raman, bir narsa yo'q umuman. Bolalar bilan odinoki hammasi bilan bir-biridan zo'r ishlaysiz. No, shuning uchun ham kasbingizda zo'r natija olib tursiz deb o'ylayman. No, masalan, bolalar bilan ishlash zo'r haqiqatan ham. Yine boshqa davlat ishida ishlab ko'rganman, ko'p odam ko'rganman. Xaraktering olishsa dum zo'rda. Lekin bu degan 100% men bilan xaraktering olishadi degan emas. Biza baribir bolalar bilan xarakter, boshda xarakter bog'lanadi-da. Keyin o'qitish jarayonini o'tib boshlaymiz. Bir bolalar bor, вообще so'kish ham eshitib ko'rmaydi. Shu 3 yil o'qisa, 2 yil o'qsa, umuman yangi bolalar bir gap ham aytmaysan lishina. Chunki o'zini hurmat etadi, izzat ishlaysan yangi bolalar bilan. Bir bolalar bo'ladi. Mesela 100 baladan bir 5'si bo'ladi undaymi, постоянный bo'ladi u. Shu yankini podkurs boshlanishdan oxirigacha urib so'kib o'qitadi. Boshqa iloj yo'q. Shu 5 sene aytgan отношение 95 sene yetadi o'zi. Lekin ko'p bolalar shuni nima deydi, faqat aytib o'tiradigan bolalar lekin tushuntirsangiz yaxshi qabul etadigan bo'ladi. Onun içinde yatıp xarakterda, prosta o уже o'zini neyini o'zgartirib tashlagan, o stilinidan prosta. İş qilib energiya olish masalasiga kelsak, bilmayman, u nereden keladi u? Bir auditoriyadan keladi, ishni o'rgangan, kasbini yaxshi o'rgangan bo'ladi. Bolani o'qitish davri aniq emas-ku yine, to'g'rimi? Lekin hozir ishi ya hem o'qituvchilarning nervosini deydigan bir tema borda. Reklama etadilar, ham deb chiqadi u bolalardan. 3 ayda ya 2 ayda bize sizlarga sertifikat olib beramiz. Yana noldan geldi. Noldan de. Masalan, undan ham bo'ladi, haqiqatan ham dumkam. Talent bo'lishi kerak, u talent degan o. Maktabda yaxshi o'qigan bo'lishi kerak. Biza baribir maktabdagi ustozlar ishi boshlang'ichini zo'r o'tgan bo'lsa, u bolalar bilan ishlashimiz ansatda. Maktabinda zo'r fundament olgan bola bizlar ham 2 oy, 3 oyda olgan bolalar bor. Her yil bir 5-6'sı bo'ladi-da. Noldan keladi, yodundan chiqqan endi, noldan degani. Tez temadan chiqib biladi yankida. Tez chiqib biladi. 2 oyda masalan B olgan bosi plus oldilar. Lekin ularni biz ham deb chiqib reklama etimiz-da. Biza 2 oyda sertifikat olib beramiz, demmiz. Chunki u xato narsa-da. U общий xalqqa aytib turibdi, как будто hammaga u 2 oyda, 3 oyda sertifikat olib berib biladi. Degan aytib turibdi. Nimasdan u dumkam odamni olib bo'ladi, nomda. 1000 odamdan bir 10 odam bo'lar u. Yana uni darajasidan ham farqi bo'ladi. Uje yerda birinchi blokka matematika bo'lgan odam 2 oy tayyorlanishi mumkin emas. Narxoza topshiraman deb chiqadigan odamlar 3 oy, 4 oy deydi. Даже 6 oy mumkin emas. U A+ olish uchun.
O şey A+ nerealiydi degan ama. narsa, agar seni topshirajak narsang matematika birinchi blokmi, u 2 oy degan reklamani sen görme, o'tirib ber u narsa. Xata narsa da. Xata narsa Shunday shu. hozir o'zini reklamasini aytish uchun yubo chiqadidan opsiya aytib turibdi-da. Endi u 2 oyda bize sertifikat olib beramiz. O kim hep berese, u niçik uruyundaki adam o. Aslında bize yine karanlık, niçik bize de. 5'ten başlıydı, kette köpçülük. 5. 6. 7. 8. 9. ta 11. sınıfaça algebran çıkardı. Onu mektepte her kaysına bir yıl getirdi da. Onu kısa müddette çıkarsan, geometriye çıkardı. Kim bazı alabadan, şu bazı alanın üzerine düm köp vakit getip kaladı. Bir yıl getip kaladı gerek olsa da köp adam. Şu bazı alanı çıkışına ortaça yine bala, normal bala gelse nölden 2 yıl, 1,5 yıl, 1 yıl aşıp var. 1 yıl hem kısa gerek olsa. Şunda çıkardı ortaça adam. Dum Superman'la gelse hakikaten hem bağ 2 ay 3 ayda alıp biledi. Lekin onu o şey ayet mümkünmez. Bu mektepte zor okugan ulardan. Ulara gepleyeninden sırası tünedi da. Ula bilen işleş dumezlik. Niye adam gene o seni baktın buradan prosta. Doğru. Majnun nerse o. Ona lekin o şey çıkıp reklamaya çıkatan nerse prosta. Az uçayım centerla yani adamını çakırışı için şunun reklamaları tutup. Bu marketing iş almanlardan Ben özüm sinak göreyim ben sonra. Şimdi adını aytdım bir demez Harazm demez Taşkent'te okul merkeziydi. Nu elimden çıkarırdı Instagram görsem target yakılganıydı elimden çıkarırdı. Yine bir okulçumuz 1,5 ayda IELTS'tan yine 7 aldık. Dedi ki okulçunu gepletip koydu. Dum kattı mihnet ettik. Derslerini falan saydı işledik. Okutuşumun hatalarını görüp çıkardık. Dersler alırdık. Ben özümüm İngiliz dili okumamam. Sertifikatıma hiç nesem yok. Şu vaxt oylanıb bürgən vaxtlarım idi. Alimməkin gərək bərbirdə bürgən vaxtım idi. Kızıqdım. Dan numarımı taşadım. Kanı ne edip ki videolarını görüp çıktım. Dum köpçünü video 2 ay, 2,5 ay. Vallahi geplep dursun. 2 ayda aldık. 3 ay ne işitmi isteyen qeydə. İyi IELTS nəticələrim 6,5-dan kəmi yok. Bir 6 çıxıb qalmasa madum yaktı. Lakin bilib tutma onun məsləkini nəçündəzə mənəm şu təlim için bürgən ama düşünəmə. Yani kanı bir göreyim hiç keke ya. Men nit oylarman bu buladım başka oktama ki ya da boylağanma. O azandan geçese oktam ya da. Keyin mantil vettele. Keyin adı efendim danıştık. Şunu yazılacak mı o. IELTS'ınızın çedep sual verdi. Call center'da yine. Men de IELTS yok dedim. Bize IELTS'ız olmasa kabul edip bilimiz dedi bu kursumuza dedi. Esenet şu video kokusla 2,5 ayda 2 ayda 7 aldı 6,5 aldı da mecbur işanı vurtupman koku ne çaldıysa dedim. Yok bizden ofisimize teşrif buyurun bilen batafsil məlumat veremiz. Ulas ucu başka tema dedi. Ben ucu varını bilemem. Ulan ofisine teşrif buyursam bana beginner kursla ne olur kurslarını aytadı da şöyle yazılaman karoçi bir kıska kılıp aytkanda. Ben görmedim. Ben özüm de danışımda boğan. Bir ya 40 günde 7 dağın IELTS. Lekin onun özü IELTS 6,5. İyi özü şu üniversitede okuydu. İngiliz dili fen okutuşu diye fakültette okuydu. Şu fakültette okuydu. Ona işgalini ustazam gerek. Özü ustazı mesela. 6,5 IELTS'ı var. 40 gün 30 gün yalandı. 7 aldı mesela. Onun nerede boladı. Lekin teyini sürüştürüş gerek tamam mı? O öz adam hiç gün özü neyse derecesi niçi nölden diyene hem her xil düşünedi. Mesela nölden IELTS doğru nölden IELTS'a düşmüydü. Başta beginner okuydu. Keyin pre-IELTS okuydu. Şunu edip IELTS'ını nölden başlayıp 4 ayda alsa bolar. Aryanı bağırdı onu. İngiliz dilini Az İngiliz dili etaplara bölünüp de salgan kursu. Doğru. Az bize mesela milli sertifikatta 2 ayda aldı doğru. Milli sertifikatta bize kabul açımız için unda matematiğine bazı polni boş gerek. Algebra, geometri hem mevzularını ötken bolsa keyin bize onu sertifikata tayarlap bilemiz. Azı görtürmüzde işi gepin yine. Evvel balla okutuşuluk uruyununa gelerdi. Bize balla bilen işimiz bize levelimiz bilen dengleşerdi. Bize bilen oju deng taşaşıp yürüydü onu bulup giderdi. O azı balla oju ne bulup gitti? Kıstağlaşıp gitti az he. SAT'm şunun, milli sertifikatam işte kıstanıp durardı balladan. Turbina bulup gitti. Dumcun ya gelediler. Ben kaçan şunda SAT ötemen? Hele nöl lan. O dur deyimiz. Kalkıp da bize o balanı alda pılını alıp çoz bürcek deyin lan. O dur deyimiz matematiken ürgen. Mesela domina kıstağlısı
9 klass algebrani chiqishi kerak SAT uchun. Geometriyani, qaysidir temalarni polni chiqishi kerak. Keyin funksiya, masala degan yana qo'shimcha narsalarni bir qator ishlab, keyin SAT o'tishi mumkin. Где-то normal uringdagi bola 5-6 oy ketib qoladi. Shunday narsa-da. SAT o'tish uchun hali. SAT lekin u matematikani polniy ma'nosini tushunmaydi u. Ular qistog'li yani sertifikatni olsa bo'ldi uchun bu narsa. 2,5 yosh bola bor, pul topib kelgan narsalar o'tibdidan beramiz masalan. Qistog'ni yotibdilar-da, shunday. Lekin ular matematikani ma'nosini tushunmay o'tib ketdi turibdi. U shunday bo'lib ketdi-da. Yana nima ham shunday. Inchalla oyda biz ham milliy sertifikatga chiqarib bilasiz. Birinchidan bu o'zina bog'liq narsa. Har kimning individualniy gap chiqsan, o'zing nechik uringdaligini bilamiz-da. Kimgadir 2 yil aytdik-ku. Kimgadir nechadir oy yetadi-da. Shuning uchun bolalar bilan hozir ishlash qiyinlashib ketdi. Dumoni high levelda chiqarish qiyin hozir. Qistonib turadi bolalarning o'zi, bo'ldi, mana shu sertifikatni olsam bo'ldi deb. Shunga avval bilasizlar, bunday olar edik bolalarni. Kabul sentyabrda boshlanar edi. Shu tema hozir boshqa o'tirgan. Kabul sentyabrda bo'lar edi. Keyin 1 yil qon bo'lsa ham kam deb aytar edik bizda. 11-sinfning sentyabrida kelsa kam deb aytar edik. Hozir 1 yil, mesela 2 yil tayyorlanadi, bolalar 3 yil tayyorlanadi. Polniy matematikani chotki tushunib, nov narsaligini ma'nosini tushunib o'rganib chiqaradilar. Hozir qabul почти har 4 oydanmi, 3 oydanmi bo'lib ketdi. Keladilar, sen novga topshirsan, buni yo'nalishi, buni yo'nalishda ishni belgilab bo'lib tashladik. Tipa avval mavsumiylik bor edi, hozir mavsumiylik yo'q. Yo'q. Shu vaqtda tayyorlangan masalan, endi hozir ota-onalar bo'lib ketgan, shu an bolalarga gap turdik, masalan, shular haligacha biladi matematikani. Haligacha biladi. Lekin hozir masalan 1 yil oldin tayyorlangan abituriyentdan so'rasangiz 80-70% bilinma foizini aniq. Ma'nosini tushunmaydi ular уже. Tez o'tib ketilgan, natija ham yaxshi, tez chiqilgan, lekin уже qolmaganda ishasa. O 20 yil oldin tayyorlanganman men dedi, yo bo'lmasa 15 yil oldin o'qiganman, haligacha yodimda turibdi dedi. Ma'nosini tushunib, içine girip bunu okulgandan baribir. Короче, 3 yıl men nede sport internatda o'qiganmaga telefonlarni har bozor gün beradilar. Nechun desa, biza disiplinani saqlab, rejim vaqtini tutib, uxlab, oshi yana masalan, hozir bizlar masalan dongi 3-4 desa menda o'qi yo'q. Bakazda telefon ko'lashma, lekin bu telefon ko'lashmasa sababi mana shunday desa montajlatishim kerak, idea qidirishim kerak, ish bilan bog'liq qoladi. Ish bilan bog'liq. Hozirda ko'p yoshlar masalan telefondan keraksiz narsalar uchun foydalanadi. Ya'ni bir-ikki reels ko'radilar, o'zi yana merak narsalar o'zgarib ketadi, ertaga planlar o'zgarib ketadi. Istab bir narsani ko'rdim, masalan, shu maksimum birinchi borgan kunim 4K'da bir 30 ming 40 tane telefon turadi. Doğru. Aşağı yukarı etdim. Neçe yüz telefonu ak koyuştan maksat ne oldu? Endi u aniq menimcha telefon чистый mishaylar edi. Eng birinchi narsa, yine darsda o'tiradilar, telefoningni olib chiqma, ko'lama degandan hozir yine telefon kelib berdi deydidan bir qarab beradi, bo'ldi, уже bo'lib beradi. Ya telegramına giradidan, shunga javob beradidan, yana ham qo'yadi, yana ham yozadi, yana ham keladi, yana ham shuni aytib o'tiradidan. Hech qilib darsni dum bo'lib tashlaydi u narsa. Shuning uchun kelgandan dum qattiq qo'yganmiz. Hammasi hozir avtomatlashgan. Girib, yana bir zo'r yeri bor uni. Telefonlarni qo'yadi. Как будто перекличка degan narsa hamda u. Qo'yadilar adam bizanxona chiqib ketadilar. Keyin ketjakda keladilardan telefonni olish uchun har qaysi girami? Noutimi oldi. Har kimning ustozi bor-ku bizda. U ham kontrol etadi, keyin men ham общий savol beraman-da. Noutimi olding? Qani daftaringni ko'rsat. Ha, bunday deb uni kontrol etish uchun ham o'sha telefonni olmoqqa kirganda zo'r narsadan har biridan so'rab qolaman. Hem eng zo'r yani bana yakkan yeri masalan kız bolalar adini o'tiradi sizda, yani narsa adini xona bolalar uchun adini xona. Zo'r o'sha narsa ham. Ko'p roditellari yaqqan shu narsa. Men o'zim ham yaqqan shu narsa. Bir ish telefonni olganimizda bir nosi bor, endi uni amallasa bo'ladi. Aytib beramiz uchun ota-onalaringizni aytib qo'yinglar, 2 soat bezovta etmang dursunlar iloji boricha debda. Endi ko'p ota-ona rozi u narsa bezovta etmasiga. Masalan, berib turgan puli masalan ziyoga ketmaydi-dan. Shu bolasi urgan ishonchli o'qib turibdi, zo'r narsani o'rganib turibdi masalan. Telefon bilan bo'lsa to'g'risi ham o'rgan o'lmaydi. Masalan, men shu podkastda hozir telefon bilan bo'lib o'rgan o'lmagan ko'p narsani. To'g'ri, telefon hozir dolzarb muammodan u. Hozir telefonlarni olib qo'yamiz.
telefonla gap turadi da, men deyim, göraman mami dedi deb alfaz ekeler urup yatgan bolady, aşsı bir net oraq beredi. Lekin ishonch deganning yaqindan bir voqea bo'ldi. Ota-onalarni bizlere bo'lgan ishonchidan so'ndim men. O'z roditellarni, xalqni bizlere bo'lgan ishonchi dum kattaligini, dum keyingi vaqtda ish чувствовать etdim-da. His etdim. Niçik? Mesela yaqinda bir qiz bize de azim deyin lan, DTM'a tushdilar ko'p odam. DTM bazasini ishlab turibdilar. Onun uchun lekin 2 saat 3 saat yetmeydi da onu tayyorlash uchun. Yani onun çünkü hamma bo'lib kel o'lmaydi da uni. Bo'lib kel o'lmagandan keyin bize spiska etib chiqamiz. Bo'lib keladi o'n bolalar ham bor. Kimlar bo'lgan bo'lsa 8'de de gitaveradi, 4'te geladilar, 8'de de gitaveradi. Kimlar bo'lmagan bo'lsa jazolashdinam hem ishlatish maqsadından kechki 10'a olib qolamiz yanqilandan. Öyle qizlar ham bor. Ya qizlar aytib berib o'tiradi. Meni ömrümde ko'chaga chiqarmaganlar. İşte ish maksimuma podkursa batırman dese şunu bo'ldi. Sen ustozlaringga ishonaman deb yuradilar. Şu derece bize ishonchga girgan ekanmiz, shundan so'ndim. Mesela bir qiz 8-klass, 9-klassa o'tdi u qiz. Zo'r oilaning qizi, doim oilasindagilar. Yangi qiz 10'a kaldı, jazo sifatida bo'lmagan ekan, olib qoldik majburlab. Keyin uyindagi opasi yozdi menga, ondan keyin. Buna qiz bola o'tiribdi 10'a ne debdi. Endi u bizlarga yoqib turgan ham yo'q mening qaranda. Uni biza bola uchun aytamiz-ku, narsa biza da qiz kifoya, bizlar ham kechki 10'a o'tirish ya yoqib turibmi masalan. Ya ota-onasini astandan tushuntirdim. O'zi 9-klass o'tdi. Duman qistaq emas, xolasangiz 10'a olib qolinman buni. Ertaroq beraman. Prosta ko'proq vaqtda uylanadi unda. Vaqti cho'ziladi. Zayluk desangiz, zayluk 6-7 yilda yuboramiz, уже uyat bilamiz, xolasangiz dedim. Bo'ldi esa ne dedi? Keyin qizi bilan gaplashdi. Qizini o'zi intilib turibdi-da. O'qisha. Yo'q, men borib tayyorlanaman deb opasini aytgan, tushuntirgan. Opasi ham keyin menga yozib turibdi. Bo'ldi, dum o'zi aytmay turibdi. O'qiyacaqmi? Bo'ldi, ruxsat beramasa, 10'a o'tiraversin ne deb turibdilar-da. Ular ham ina masalan kechki 6'dan keyin şeyler chiqarmasa deb aytadi-da. Shu bizlarga ishonib, shura ishonaman deb turib yer tutdi hamma-da. İshongani uchun yer tutdi. Ishonchni roli dum katta narsa bu yerda. Keyin nima nomini aytib o'tganim joyda. Men bir shuningdan şu yaqinlar 3 gün ili 4 gün bo'ldi. O'tirdik, keyin birisi aytdi, bir o'quvchi aytdi, "Ma akam urib turibdi" dedi. Keyin ayt shuni deb vaziyatni tushuntir. Indamidi sana dedim. Men akam so'kadaq kechqasam dedi. Yo'q, sen telefoningni oldan, gaplashdan, "Meni shuning ekan, o'tiraman ekan, ishlayman ekan" deb aytgandan odid ekan dedim. Agar yo'q chiq desa dedim, yaxshi yuraman dedim. Gaplashdi. Bo'ldi, yaxshi dedi. Chiqqaningda ayt, ketaman sen dedi. Keyin yanında yana bir o'quvchi aytdi, "Menga dedi, men bir SMS yozib qo'ysam bo'ldi, uni urmaydilar keyin" dedi. Tushuntirib qo'ysa bo'ldi da. Qo'ysam bo'ldi dedi. Uni urib o'tirmaydilar dedi, biladilar dedi. Nega o'tirganimni biladilar. O'qishda o'tirman, shuning uchun men bezovta etib o'tirmaydilar aytib qo'ysam dedi. Bu degani, o'quvchini o'zi ham ili masalan uyindagilar "Gecha qolding" desa, "Bo'ldi, men gecha qoldim" deb yetishmas. To'g'ri aytib tushuntirib bilsalar, yana o'tiribman desalar, ota-onalar hech qachon so'kmaydi. Uydagilar bilmaydi bo'lishi mumkin vaziyat. To'g'ri. Bizlar ishonishda topshirib qo'yibdilar, biladilar. Nega o'tirganini, shuning uchun u narsadan hech qanday hozir muammo yo'q. To'g'ri. Masalan, ishonch to'g'risida. Bu immuniy narsa ham muammoda. İşi bir ikki ota-onalarda bor shu narsa bolasini oyajaq bo'laveradi-da. Lekin o'zi ham tushunmaydi nima uchun oyab turganini. Masalan, endi u katta bola 9-10-klassda ham уже нормальный katta bola-da. Yanqini xorida deyveradilar. Ota-onasini o'zi aytadi shu gapni-da. Biz ota-onasini tushuntiramiz. Yo'q, 10'a o'tirib ishlasa xorida miyasi charchab ketadi deyveradilar. O miya, challi, faoliyat, keng narsa. Uni kengaytirsan, kengayaveradi. Ya balam rastmış, men miyam xorida o'xshaydi deb o'amir yakkan. Bo'ldi, men xoridim deb tushaveradi keyin-da. Psixologik yanqini ta'sir etib bo'lganlar-da. Birinchilab ota-onalar oyiydi bolasini. Bu xato narsa qo'yindi. Bola o'qiyman deb turganda qo'yib ber, o'qisin. O yangi qiz masalan, yosh 9-klassga o'tgan qiz kurashdi. Ota-onasi keyin uni qarorini hurmat etdi-da masalan. Bo'ldi, o'qiyacaq ekanda desa ruxsat beraman yaxshi deb. Boshda u ham shunday deb turadi. Yo'q, bu 10'a o'tirib o'qiyverib charchaydi deb. Keyin masalan
Imde ben netedi onlar bu. Özüne blok koyadı onlar bana kellesine. Ben Anglisce okutturmazı paralelini matem okusam harp kalam. Bu şey hata nerede lan? Mesela raditiller özlerem, bizerem yine 3 fende den yap bargamız. Bize vaqt 3 blokunu okuşdum. Dengeni okuş gerek bu. Bize de sertifikatını ak koyup kengisini işlet durasan deyen nersen bulmagan vaqtında. Niye o? 2 yıl matematika, Anglisce, ana tili edebiyatını den yap bargamız. Hiç miye çerçemeyen, miye çerçidi diye bu özünü özü blok koyuştan. Miye yaş ballada moş çerçer. Belki kichkina ballada da. Yaxşı dem alıp okup tursam bola beradi, qıstaqlığı yeri yo'q. Mesela 9-chi, 10-chi, 11-chi klass bolalarda miye çerçer xata narsadan u çistin bilim aladı onun yerinde durdu. Şunu ayamin iltimas ruxsat berib qo'yinglar, vallahi o'qisam Niye çerçese bizlerden bilemiz. Üçse deyim min misal şetir koyumuz. Arada her xil temalarda gepleşemiz. Vallahi fikrim bilemiz. Məsləhətlərini bərəmiz şu de aslında 5-10 minutda hem faydalı, hem miyədəm aladı, hem çalğı balamız, hem faydalı bir sohbet boladı. Mana çisnok paydı ondan süt verediler. Kolalı alamızdan kolanı açamız. Bize onca kola içimimiz da. Biz gaz su öğrengenimiz. Kolanı ya oynaşıp açıp veremiz kızıkına da. Açamızdan ki kızıklı etip logичный savol veremiz ortada da. Logичный savollar tayyorlab boramiz spesial yani savollar berish uchun. Video chiqaramiz. Kim bilse işi kola sana padarka. Deymiz, hammasi o'ziyatib eshitib o'tiradi. Logичный savolni tashlaymiz o'rtaga. Ana shunday etib aytganingni o'rtada chalg'itib beramiz da. Rasmiy dam olish bo'ladi. Shu maksimumga kelgan vaqtim, masalan, sizda уже gördüm-da, faqatgina o'qish emas, ishning qiziqarli narsalar bor. Masalan, plus ağalara pul narsalar ham berdingiz, ham har haftada ya'ni partiya narsalar atasiz. Faqatgina bolalar o'qish bilan maral nezirmidi. Har xil masalan narsalar bo'ladi biri. Keyin o'zimga eng yaqin yeri, o'zimga xudo xolasa, bolam bo'lsa, siz bilan pot kursa. Bo'ldi bir klient bor. Mesela işlemin gelse tembih berip dik duruş yakalama. Ne için dese özü şeyler ne tane de bir bala. Hem yanında dik durmayın, yerden işlek gelin, Mahmud'dan söz işitmeyin diye ben okuydu. Ve bir adamdan korkup dursa, yerden uç terlanıp başlıktan basın bolsa etedi. Doğru. Ne için hem zorda ama işe aytıp öteyim. Her kimin özünün okutuvçusu var. Bize de mesela bir gruppada 50 adam oturan bilen vay vuy da biriyden böyle dünkü bolam bize grup boy ötümüz ku. Bize individual yöntemiz. Individualini hem net bölüp koyduğumuz. Mesela bir adam bir ustaza 10 bala, yine bir ustaza 10 bala şunat bölüngen. Keyin şu ustazını 10 baladan bir 2 balaz ders yallamin gelse şunu bilişimiz gerek ku bize. Aşura koridora çıkarıladı. Aşurada duradı. Birinçilep caza. İkincilep işte men hem bilishim gerekten şu balani. Keyin baramandan men bir herkesi bilen gaplaşıp çıkaman. Ne üçün tayyorlamadın? Aytıp bergan sebebini eshitaman. Yaxşı, şu sebebini keyin karşı ya bahanalıkını özüne ispatlap beraman. Keyin ya bir yarım dum çünmeydi onu bolsa, serper ciddiroq gaplaşıp beramiz u bilan o. Seni gruba öğretler. Yok bir gerek yaxı. Azgına bir tayakam gerek. Adamını doğrulap doğru yola salıp beradi. Mesela ben vurmalı lekin bire. Kimse ya olimpik çempionlar tayakla vurmuydu mesela. Bu katkolluk ota-onalar ham yoqadi lekin. Sen ustasisiz o'zingiz gaplashib beringizdan qo'rqib turadi. Shu narsani aytib bering degan gaplar bo'ladi. Ota-ona aytolmaydi shu gapni. Bize de kutadi. Ayting shu gapni. Sizdan qo'rqib turadi. Bir tayak yemem, bana bar shuncha ham tayak yemem. Lekin ustozlardan. Bu gerekdi ha. Mesela oğul bala çelim derecede okuş gerek. 101 ne da bolayız oğul bala için çelim gerek okuş. Özü oğul bala mı? Indi oğul bala deb evvel köproq aytılar edi. Kızlara onca kemroq e'tibor aytılar edi. Bu berböyde oturadi onda. Hozir lekin uni emas, zaman уже boshqacha ku hozir. Kızlara yine deng уже vaqt level o'sib. Shuning uchun hamma deng gerek. Meni kurukumdagi ishi danışlarım, hamma daniydi onun. O'qish orqali ko'p narsaga erishganlar. Unda vaqt analiz etib o'tiramizda. Hamma zo'r natijaga erishganlar o'qiganlardan bizada. Endi o'qimayman ham zo'r natijaga erishib bilganlar bor, ko'p. Lekin именно bizani klubda ko'p odam через o'qish netganda. O'qish orqali yaxshi dum yaxshi hayotda yashaydilar hozir. Yine shogirdlarimizdan ko'raman, biz уже 2008'de başlagan bo'lsak, yine 18 yıl başta 20 yıla yakınlaştık bu faaliyetimiz. Shogirdlaringiz bizning ustozlarimiz bo'lgandan ham tushunsa bo'ladi o'zi nechalik faoliyat borligini u yerda o'rtada.
Bizden bolla onu görüp çıkama yine etken ba comfort tuning şoram okup kim business etken ahir. Jurlarning biznesi başkaça aylanıp ketken lan. Onun köp. Street dog bayına mirali. Okuş gerekten berber. Okugan adamını business yürütsen вообще güçlü, zor, nezeri taraf hem güçlü da o jurlarning. Ben bir de iştik kaldım. Tünin taksiye bindim. Bazen aldım. Ey okuştanğa gerek. Başka nerse desem toqasa, mebelçi olasa, önlem olasa, o xata nersedən, o bərabər. O bala üçün okuş gerek bərabər. O business etcek bolsan, o okutup kim businessini etken yaxşı da. Tezrak nəticə yaşarı, işini yol yorukunu bilədən bərabər, kitab okuyan adam. Okuş nosunadır zarar etmedi de onu beraber. Faydası var, lekin zararı yok. Üçün bundan kaç gitti deyen nersesi bu muydu bir sebebi? Şu için bemal o nersenen bu nersenen metiş mümkün. Hazır kıstanıp yatıp bulak o kakbutta ya tünin gene bir bala mesahat berberdim. Öyndekiler aytkan, öyndekiler Rusya'da o bala bir yerde yaşaydı. Hatta eneleri bilen yaşaydı da. Apa deyen yazgan. Ma online okuşa giremen, na işime, ma pul tapacak ma. Men okuştan mana görmündür ma. Ne de yazgan. Keyin tushuntirdim, apasi menga yozdi, iltimos, shu o'qish haqida tushuntirib bering, bu kallasi buzilib turibdi. Bilimi dum güçlü boladan bo'lmasa. O'zimiz bola, Danislar, hozir adını aytib o'tirmay endi. Original, короче. Lakabı tushundingizlar axir. O'sha. Keyin tushuntirdim. Haqiqatdan ham ishni o'qib turgan vaqti boku, bir ma'no tushunmay beradidan bola. Shu vaqtda bir motivatsiya kerakmi, kattalardan bir tushuntirish kerak bo'ladi, onun yeri borda. O'zi pokoleniya bo'ladi-ku. Shu yani Pul topishga qiziqib boshlaydi o vaqtida u. Hozir yana уже pul topishga qiziqib turibdi-da. Lekin u pul topgani nechadir vaqtda zo'r bo'lib turishi mumkin. Lekin yosh ulduroq bo'lganda oranda qiynalib qolishi mumkin. Shu o'qish o'qisa oranda yana ish ham bo'ladi, boshqa. Keyin men tushuntirdim shuni. Qarab, men ham o'zim ham narxozda o'qiganimda, ikkinchi kursda, hali yodimda, biz ham qo'mishlar ko'psi Rossiyaga ketib, u vaqtda dum ko'p odam ketaradi. Ishga pul topib turibdi. Biz hali o'qishga qatnab, uydan pul so'rab yuribmiz-da. Keyin shu narsani aytib berdim, yodim tushib ketdi o'zimdan. Qara dedim. Men ham shunday bo'ladim. Shu vaqtda ota-onam menga aytdi-da. Yaxshi bolam, qistanaverma. Sen o'qiyver, bir gap bo'lar. Hozir amallab o'qishingni bitir. Keyin bir gap bo'lar, ne dedilar? Dan ish qilib olib qoldilar. Bo'lmasa Rossiyaga ketib bo'lyapti, o'qishni tashlabda. Keyin o'qidim. Haqiqatan ham diplomni olgandan keyin o'zimni o'z yo'lni ochib ketaverdi. Men ham biz ham hech kim bilmaymiz-ku, nima bo'lacakmiz, nega. Mesela banka ishga girdim shundan, izindan yana podkurs boshlanib ketdi. Shuni aytib, o'qish bo'yicha yetib qoldik-da biz ham yana. Shu vaqt tashlab ketganimda endi hech kim bilmaydi-da, ish bo'ladi, nega bo'ladi o. Shularni aytib berdim ona. So'nib ketdi, rahmat, to'g'ri aytasiz. O'qiyman. Birinchi o'qishingni qo'y dedim. Ishni ver dedim. Student bo'lib turib ham ishlasa bo'ladi-ku. O'qishingga borib kel. O'qishni sen birinchi qo'yading dedim. 4 yildan keyin menga rahmat aytasan dedim. Bitdan keyin borib ishla dedim ishingni. Unda aytib ham pul topsang bo'ladi, ne deb tushuntirib berdim. Rasmiy tushunib ketdi-da. Rahmat aytib, birinchi o'qishni qo'yaman, bo'ldi, to'g'ri aytasiz ne deb ketdi. Shuning uchun ustozlarning, ota-onalarning yordami shu yerda bo'ladi-da. Bolani to'g'ri yo'lga solib berish. Dan bu yerda o. Men o'zimdan bo'lgan shunday. Doğru matematika o'qib yuribman, lekin bilmayman. Necha o'qib yuribman? Necha o'qib yuribman. Kimdandir so'rashim kerak. O'zidan çok men nera topshiraman, kim bo'laman. Bilmasadim, keyin shu o'qishga topshiradigan vaziyat kelganda shu kutganman, Muhiddin amaliyot yanında bir haftami 10 kunga Toshkentga yetib qolgan. Shu gashini kutib yurganman o'qishga topshirmayman. Keyin o'tirib maslahat so'ramda har bir bu yan tarafdan ketsang nera borib bo'ladi. Bu yandan ketsang nera bu yo'nalishga topshirsan kim bo'lasan, hammasini tushuntirdi. Lekin eminni ish yo'ra topshir deb aytmadi. O'zing fikrlar yanında, gör vaziyatingga qarab dedi. O'tirib fikrlayman. Men oilaviy sharoitim bunday. Bede buning bo'ladi ekan. Asa narxozda topshiraman. Aytganman, bu yil bo'lmasa keyingi yil rozimizmi? Ava uydagilar rozi, bu yil bo'lmasa keyingi yil ham girsang bo'ladi. Shunga rozi aytib topshirganman. Shu vaqtda ana bir yelkamdan birna ag'darilganim bo'lgan. Uxlaban bilmeyin chiqaradik. Hozir nera topshiraman, yana bo'ladi ekan. Yaxshi kiraveradi qani. Mandat bitishi o'zi boshqa tema bo'lgan vaqti. Hozir bir yo'l chiqqanman.
Yol yol Teşkilat boldu Avgust'ta. çıkan. 9 avgust günü çıkan yığılagan maş wagt görmeye wagt oksa. 3 yıl dayalan. Şunun devir şunun ya daxil. Hazır variant Hazır duruyor. tez bolup ketken. Hem 17-18 yaş bala pul tapdı şu. Az zaman yengil her tarafta Şu yengil. hazır girsen, girmesen, yığlaş deyen narsa orakta dursun. Bize men özüm okşa girgenmen, lekin men bilen birge tayyorlangan bola okşa girmeyen üçün özüm söynülmeyenmen. Şu narsa oylasam yadıma çıkdı. Özümü radnoy joram. Hem o birge şu bilen borgamız gergen. Söynüp bilmeysen özüň üçün. Üçünde sen yanındaý balam 3 yıl mehnete gitti, lekin o girölmeň kaldı. Onun indi 1 yılı göydü da. Bu koşumça giriş yok, dıpı yok. Hususi deyen narsa yok. Mesela bize de bir kız vardı, el yadımdan çıkmıydı. Hankalı kızımız vardı. Yankı 4 yıl 5 yıl tayyorlandı da bize de. Dum güçlü yankı. Examine girgende heyecan basar yankı. Heyecanlan kaladı. Bir dana şansı bakar şu. Okşana giredi. Heyecanlan kaladı. Şöyle çık geldi. İkinci yıl hem sünnet. Üçüncü yılı uşu ustaz o. Yurtda bize bilen işleşbir tuğu başlaydı. Kuru ballara çündürüş biriydi. Examine girip nasıl ilke çıktılar. Heyecanlan kalandan da. Şu derece heyecan güçlü de yankında. Oh remellep girdi yankı. Vaqtdan çakın. Examinasda batkanla unda. Şimdi de baytıp aldap tapşırtırganla oxuydun. Vaqtı bir dana şansın baku. Bunam göydürüş yıla, 1 yıla düşeredi da o. Fakat belgiler işte. Kur Özbekistan'da teymaşunin bolar idi. İmtihan yaklaşkan sayın taksiye mi otursan hem avtobusa, bartına sattasına barsan kur okşa tapşırış, nire tapşırdın. Şu tema boladı, mandat çıkınca hem şu tema mandat çıkandan ki kimlere girdi. Ondan başka mevzu olmasaydı şu davleniye hem boladı be. Davleniye bada ağzı. Bir örneğin kimdir imtihanı fevralda boladı okşa girip gitedi, kimdir imtihanım girmeyin okşa ucu talebe. Bir nesi vay bir kemeyedi da kemeyken onu davleniyesen pesrak doğrusu. Şunun için az balla onu çümmin durup men işe yani bu çırakta bolap tuttu ha. Hali nesini bilmiydiler berber. Diplom gerek dizilirkini çünkü gerek bu mesela yine bir işe mi girecekte sırası yengil girsen onu kadrın çümmin kalasan da. Onun şu mesela bankaya girecek bolsan kassadan başlap. Kassa mesela bir 3 ay stajyer etdi. O kassa işini ödeyip varsan onu işinin içeri kadrı sana güçlü tezrek edin ki. Kuyaş sürüp kreditini ne? O zaman mende bu andan sonra nerse. Bankaya mı girip çıktın mı? Bankaya o şöyle işe çıktı. Sılamadım bank içine doğrusu. Prost tersine boptu da ne patkurs dağısı geliyordu. Ne Prost patkurs var şerike. Yazı ve ansat yaş pul tapsam yaşla pul zor pul tap biledi yaş vaxtından iyi van tarafını oylap görmesem boladı. Da bolidi ucu oylamıydım. Okşay bize de yaş bala pul tapışı kıyın edi. Ağır mene dedi. Yük taşı pul tapmasak başka ne yok edi. Varyant yok edi. İyi undat ben azgına pul tapılar edi. Ben özüme avtobusda kasir boğanma. 5.000 som, 6.000 som günde berler edi. 3 ay yığınla bunu mektebe nerse alıp aşını pullan görgemiz ağzı. 17-18 yaş bala maşin alıp bile bir tuttu başka şularını göredi da. Ben ne için 4 yıl üniversitede okuşum gerek. Yine alıp mesela. Matematik özüme gerek. Matematik ne için okuşum gerek. Yine akı bağım pul tap tuttu. Pul tapsam boldu mesme. Şunun fikirle gelişi. Tabii iyiydi bu nerse. Mesela az köp adam iş esen sağlasana kızıkkan ku. Bu nersen memce ömrü 3-4 yıl ya. Köp abarsa 6-7 yıl da bileme. Bu esen sağlasan mesela keyin gitedi. Şu medya sahası İzene nişan tartık et şakar ya. Sifetler kaladı indi berber. Hem taza kespleden biri taza sakaldan şunun boladı özü. Bir şunu ne boladı hem şuna girip aladan ki aslan tartıp bilmeyeni ili o pelekte ötediydi ki kaç valı işi dolar kaladı. Memçe toplamasa gerek değil ki. Azı bir biznesini bir bölek. Mesela az Amerikanslara yok bunun nerse. Ucu zaman elden akarap gitedi ku. Ucu mesela bizden eldir yani rivajlanan devletlere min nerseler yok. Ucu kuru ya monitorda reklama boladı. Menem şu vaqtla gelip şu nerse boladı dep bilen. Hem ChatGPT ucu meyden ele yok aladı da bolim aynı mesela azı. Bir adam özem esemem çıkman dedi başkaydı. Ucu bara memce marketing firmalar ara aylant getip ulayıp aşını hep yaşap kaladı. Rivajlanan da bolim amına seni. Meyden ele aslında kemep gitedi be bir de. Doğru.
Hozir koridor. vallahi iPhone olsa bo'ldi, esimim chiqib Ya. turibdi. O'zi SMM'ni saylashini ham sabab iPhone bo'lib turibdi ko'pchiligini. iPhone oldirish uchun men SMMchik bo'laman, pul topaman degan variantni tipa sabab aytib ko'rsatibdilar uyda. Bu o'qishdan qachish ham Ava. Shuning narsa. Bunga osonroq variant ko'rinadi. O'qitish ham hozirgi yosh avlodda baribir qiyin, chalg'itadigan narsalar ko'p. no. Shuning hisobidan ham shuning narsalar bo'ladi. Har xil Instagramda ko'radi, boshqa narsalarda ko'radi, chalg'iydi narsalar ko'p. Shuning uchun qiyin ham o'qitish. Ya qo'shiq hayotni ko'p odam blogerlar ko'rsatadi. To'g'ri. Shuna uchadi уже ko'psi. Fokusni bir nega Instagramdagi qaratadi. hayot aldamchi hayot u. Hech kim o'zini qisinishmasini qo'ymaydi axir. Hammada bir hamma problema yaxshi bo'ladi. ko'radi. Bu hammada bor problema. Menimcha bir kam dunyoda o'zini o'zi aytilmagan bo'lsa kerak. Instagramda prosta qo'shiq aytarabini qo'yadi, hamma shu o'rni uchadi. Yani odamlar bilan gaplashib o'tirsan, keyin teyini eshitasandan tushunasan. To'g'ri. Kelajakdagi maksimum inchik bo'ladi. Ha. Kelajakda maksimummi? Inchik tasavvur etamiz, inchik ko'ramiz, inchik o'zgarishlar bo'ladi xudo xolasa. Endi men o'ylayman, avval maktab bilan o'ylar edim. Maksimum degan maktab ham etsak kerak deb. Lekin maktabdan keyin yo'q. endi maktab ham ko'payib ketdi-da, o'shalar ham o'ylantiradi. Lekin unda fikrlash ham xato narsa. Uni klient ham parallelni deng o'sadi o'zi aslında. Endi shundan bo'lsa kerak maktabga harakat etamiz, xudo xolasa. O'zi odamlar uzun ko'p xudoy. Oyoq bosmagan joy. O'zimiz o'rg'azgan birdan o'zi. Hali guruh bolani shunday taxlab qo'yibmiz. Endi zdaniyamiz ham hali kichkinaroqlik aytib turibdi axir. Shuni ham endi o'zgartirishimiz kerak-da. Endi hozir SAT girib keldi, ko'pchilik tushunmaydi baribir. Endi hozir sen men e'tibor etaman, bir narsa printer yana borganda, bosgan borganda, telefonda ko'p tushuntirib turgan narsa shu. SATga alaslanma dedi. Eli gap biznes kalam yo'q, SATga gelish uchun ish bazangiz bo'shlik. Shu narsani tushuntirar, har kun tushuntiradi to'g'risi. Men o'zimdan ham so'raydilar. O'zimdan ham Telegramga maylichkami yozgan bo'ladilar. SATga nechanchi klassdan olasizlar, nechanchi olasizlar dedi. O'zi albatta ota-onalar baribir ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Shu haqdan bir gaplashib o'tsak, milliy sertifikat, o'zi SAT. Milliy sertifikatga tayyorlaningmi? SATga tayyorlaningmi degan narsa. Qaysini plusi yaxshi, qaysini minusi solishtirsa bo'ladi. Milliy shu temadan gaplashsak ko'pchilik ham ancha yaxshi. Zo'r gap rostdirman. SATga angliyskisi zo'r balla bo'lsa, SAT'ni o'qigani yaxshi уже hozir, ha. Endi 1200+ haqida hali bizlar точно hech kim bilmaydi. Prosta общий aytilgan 1200+ grantga giradi. Bu yil ko'ramiz. Bu yil ko'ramiz, endi uni kutib turibmiz ava. SAT inchadan bor azaldi bu xudo xolasa, shuni ozgina aytib beradi. Na, bizda уже ikkinchi potok oldi. Birsinde 20dan ko'p odam oldi уже. Ikkinada endi xudo xolasa 3-potok boshlandi hozir. Matematika chizsam, inglizcha chizsam, dum güçlü SAT'imizni xudo xolasa ishonamiz bunlarning rezultatlari zo'r chiqib turibdi-da. Aşı eğer angliyskisi zor bo'lsa, matematika bazasini ham necha oyda bir SATga o'tish uchun 5-6 oyda o'tsa bo'ladi. 6 oy qo'ysa bo'ladi. Yine 6 oy matematika algebrasini, geometriyalarini o'qiydi. Undan elden ham bo'lishi mumkin. Bize общий, umumiyat tushuntirib turibmiz. Lekin kimlardir aytdik-ku, yani maktabda bazasi zo'r bo'lsa 2-3 aydan chiqib biladi bazani gerek bo'lsa. Kimlaradir bir temani 3 marta, 4 marta o'tadiganlarimiz bor. Buna yil ham yetmaydi mesela. Shuning uchun o'rtacha aytib aytganimizda 6 oyda SAT kursi o'tib biladi. SAT kursini o'zidan 2-3 oy vaqti ketishi mumkin. Kimlaradir undan ham ertaroq bo'lishi mumkin. SATga kimlar o'tadi? Angliyskisi zo'r bo'lsa, SATga o'tgani ma'qul. Kimlar milliy sertifikatga o'tadi? Milliy sertifikatga matematikasini o'ruyini dumbaland, milliy sertifikatni chistin o'rtacha aytib aytganda 1 yil kamida gerek bo'ladi. Milliy sertifikat uchun 1 yil gerek bo'ladi. Bazasini shakllantirib chiqish uchun. O'rtacha bo'laydi. Bizlar ishonqinlar 2 oylik narsa. Yo'q, avval bor 2 oy aytdim-ku, o'zimizda har milliy sertifikat topshirganda 2-3 odam noldan gelip 2-3 ayının içinde alganları bor. Va jackpotdan ular. Jackpot bu o'qituvchini omadi bu. Shu balla geyani-da. Chunki ular bilan ishlash dumazlik-da. Ona bir geyanda bir 3-4 temani o'tib bilasan. U kallasi ko'tarib biladi uni. Chunki maktabdagi fundamenti zo'r.
Men buni bilaman, ozgina adomat tushib qolsa bo'ldi deb turadi, Tushunib bo'ldi. turadi, Уже bo'ldi. zo'r. Bir temani planlashtirib turgan bo'lsang, уже ikkinchi temadan o'tib berasan uni. Uni yilla bor, lekin uni opsiyaga chiqib hamma 2-3 oyda biz olib bilamiz deb aytishqatadan. Bilmem, yana bir fikrim. Menimcha agar farzand 7-8 klass bo'lsa, уже hozirdan SATga harakat etsam bo'ladi. Bo'ladi. Или 11-klass o'tgan bo'lsa, hali ingliz tili ham yo'q bo'lsa, или IELTS yo'q bo'lsa, menimcha shu milliy sertifikat sefara harakat etsam bo'ladi deb o'ylayman. Milliy sertifikatni ham yine S+ olib tashanlar. Rush modelini evazini aldık-ku. Mesela güçlülikini almadıdan köpçeliki. Çünkü mesela 8-9 işlep beradigan balam alıp koydu. Şunun bir gün oldu 28'i fevralini. O günü dum zor ballarımız tapşırıyordu. Ular ham S+ B alıp koydu. Natijasi pastroq chiqdi ularni. O'zi aslında Günün ham qarab B+ qo'yadi. A shuni natija kutilgan balladan S+ chiqib qoldi. Bu pastroq natija. İmbanda ise mesela B algan bala başka günü B algan bala bilen farkını salıştırsan arka dum en çapastan bilimi. İkisilikin deng alıp durdu. O men şu bilen dengmem dep element tuttular aradan yankılar. O şunu evazine milli sertifikatını alıp koyuşum mümkün 11. klasta gelip. Lekin arka güne düşüp koyuşam mümkün. Onu Rush modelini bir nesede baytıp koyduğum. O'zi kichkina bolalarni necha yoshdan qabul qilib boshlaysa matematikaga? Kichkina bolalar maqsadına qarab ham, o'zi maqsadga qarab o'qiydi-ku bolalar, o maqsadda o'qib turibdi. Masalan, prezident maktablarına tayyorlanacak bo'lsalar, bir ixtisoslashgan maktablari 2-klass, 3-klassdan başlaganları ma'qul. Çünkü 4-klassda уже topshiradilar. Shuning uchun bir 2 yil o'qishlar kerak. Çünkü ularda logik savollar, narsalar dum ko'pda. Ular ishlaydigan narsalar, kattalarning ishlaydigan narsalar bilan bir xildan boshlaydi ma'nosi. Matematikasini aytdim men hozir. Angliskini endi men o'zimni bolalarimdan kelib chiqsak, 1-klassdan boshlaganman men angliskini. Ta yine 8-klassgacha Pol mükemmel ravishda gaplab O ana başka patkursa barganlarda 3-4 ay to'xtatib turadilar, yana bir patkursa boradilar. Lekin o kichkina vaqtida ulardan natija talab etish xato. Kichkina vaqtda bola baribir o'yin qaraqlaq bo'ladi-ku. Natijani berolmaydi turishi mumkin-da. Buni prosta atmosferani his etish uchun beriladi. Fundamentlarni shakllantirib berish uchun. Yine 8-klassga geldi balam. Уже серьезный top LC'da, angliskida o'qidi. Onu endi 7-klassda boshladi. 8-klassda 6,5 aldı уже angliskini IELTS'da. 7 ham alıp bilərə 0,5 emin qaldı da özü 7 alışına. Bu 7 deyən 8-klass balalar üçün dum güçlü nəsə. Ondan yukarı nəticə alıb verdi ekan az. Vay, indi повторить etsə, az Begov Dastan bilan Şahriyarda okudu. Вообще zor balalar ikisindən okudular. Okudu yine katta oğlumla aytırmayım. İndi kichkina oğlum 6-cı sınıf. Hazır ondan уже şulara ötürdüm. Lekin 6-cı sınıfgacha 1-ci sınıfdan başlap angliskilere bargan. Dindirmeyin beraberemiz. 4-5 ay baradı. Yine 1-2 ay üzü berşi mümkün. Yine bir ile beremiz. Yine aşın eti beraberedinden yaş ballarınki. Şunun için 1-klassdan başlap angliskini okup başlasa boladı bemalal tilini da. Tillerini öğrenip başlasa boladı. Köp adam bilmeydi bize de İngiliz tili bağlılığını. Şunam azgın aytıp veriş gerek. Bize de maksimumda matematik İngiliz tili gruppalar ballarınızı bemalal keseyizde boladı. 4 okutuşumuz var. Mələkəli okutuşular, zor okutuşular dərs verədi. Şəhərsəni köp adam bilməzədi. Sonra aytıb verdik. Ballarınızı 4-cü klasslara Mahmud aytqan nə kesəyizdə boladı. Prezident məktəblərdən təyarlab bilədilər bunu. Atak, imin bala bolsa, məsələn, prosta matematika oxuyub, şu gələcək üçün, universitetə giriş üçün boladığım bolsa, bu bir 5-ci klasslarda başlasa boladı. 5-ci, 6-cı klassda o an 1 ildən oxuyub, keyin səl tənəffüs etib durub, keyin özü seriozun başlaşı 8-ci klassının başladı bölümünə. Sentyabrlarda 8-ci klassda başlasa en zor vaxtı işi balanın ucu ullu etapa ötken baladan o ullu klassını Başından tartadı işi basın bərib taşalmaydı, arkayn girib aladı fəni. Ertarak sertifikatını alıp bilədi ucu. Şunun nərsə bilən girib gələdi, yaxşı boladı. Sötki. Oldu mu? Mesela Loxarasa kelgüsü sanlada yine bir muammalarını oylab yürüyemiz. Özü Instagram'a post koyuldu. Yazınla savallarınızı deb. Ana aşı savallar boyunca işlənişi gerek, lekin o üçün savallarını köprak yazış gerek. Savallarını görüp net paramızdan keyin bir cevap veremiz. Yine minnalı mesela. Keyingisində şunun boladı. Bana her şey yıllar bir boymaydı, ayda bir boladı.